Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men donliq olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Eminning hayot kashmishlari tasvirlangan Azgulik Malaikasi nomli asarining eng oxirgi bo'limini o'qib beraman. Xo'sh. 23-bob Yoshurun uzgan timsoh. Timiz qilib yuridi daryoda timsoh. Beparvo yurganni yemakka yalmab. Qas ko'nan kishilar tepilar shundoq, yursimi beshiga oq salla o'rab. Hayotliq har bir kishiga bir qitim kelganligi bilan va bu bir qitim Nuh umri afsonalari yoki haqallarga o'qilgan hamdu sanolardek 10 ming yil bo'lmasdan yerim asrdan chorak kam asrchilik qisqa muddatlik bo'ladiganligi uchun qimmatli bo'lishi bilan birga yana mushu hayot musofisining o'z qo'lida mayjami tutib shirin tilaklar izhor qilayotgan kishi tasavvuridek undaq o'ngishli bo'lmay, balki qum bahridagi karvon va yoki dengiz safaridagi yelkandek do'lqinsimon agri to'qayligi bilanmi ma'nilikdir. Hayot melodiyasi tuz ritm bilan emas, yana egispas gammalar bilan go'zal. Ammo bu ma'nilik xosiyati bilan ushbu go'zallik xislati kishini jismoniy jihatda quritadi. Ruhiy jihatda to'liq ko'ngilsiz hodislar bilan g'ash qiladi. Umr jihatda o'tliq orzular, mumkinliklarni ochiq hasratlar qoychilari bilan qirqaydi. Ahvol har kim qismatlarida har xil bo'lishiga qaramay, u podshoh bilan gadoyga o'xshash keladigan tortinmas to'lqindan iborat. Buni tushunish oson bo'lsa-mu, ko'tirish to'liq mushkul, dardisarlik. Buning ichida kishini lat qiladigani o'quvchi yoki talabkorlaringdan chiqqan tuzkorlik, do'stlaringdan chiqqan dushmanlik, yo'lda sendan panohlik tilagan yo'ldosh hamrohlaringdan chiqqan soxtalik. Muqam nazmlarda yurmagin noahli birla yo'lda yo'ldosh o'zgidur degan temadagi misralarni uning avtori ochiq hasrat bilan yozgan bo'lsa-mu, uni naqshi qilib ayta oladigan har bir kishi o'z holiga yarasha uni amaliy jonliq his qiladi. Ko'z oldiga konkret personajlar obrazi va ularning noahlilik hodislarini keltirdi. Vaholanki bu o'tmishdan hozirgacha, kun chiqishdan kun petishgacha takrar hodisa bo'lib turadigan illatning mohiyatini, qonuniyatlarini har kim biladi yoki bilmaydi. Darvaqa, bilish bilmaslik bu illatni obyektiv jihatda yo'q deb aytilmasmi, ammo subyektiv jihatda kishida umidvorlik yoki ruhiy sulg'unlik ruhiyatini paydo qiladi. Shundoq, noahlining peshonasida tomg'isi yo'q, ammo uning hayotida takrorligi bo'lganligi uchun uning ish harakatida to'liq niqoblangan sus negativi bo'ladi ekan. Alayda iqtidorli kishilar yer tegiga ko'milgan po'lat chiviqni yoki shu xil oddiy ko'zga ko'rinmaydigan narsalarni ko'rgan. Yana har xil elektromagnit signalida qabul qila olgan siyoqi ko'ngli sezadigan iqtidordagi kishilar oldidagi kishining ijobiy so'z harakatlarining taktiga yoshiringan xunuk niyat yoki beqaror yuzsizlik, ikki yuzlimiliklar qo'shiqlarining bo'ktirmalarini bayqaydi. Rana stil tuzishdan ilgari va keyin men va o'ziga nisbatan mundaq bir otning bir tarafini oq, bir tarafini qora bo'yab mingan chavandozlar bilan madaniyat zo'r inqilobi bilan uningdan keyingi qaqnus qoqoqligan kunlarimizdagi xameleon apandi xonim yoki nojinis ayol sifat erlarni yetarli ko'rgan. Farq etish kuchini
qalb ko'ziga jig'lagan edi. Ammo men hammani oldiga qarash iborasining tugunida kukum talqon qilib etib, mudofiasiz ruhiyatning atalmish ko'ksi qarni keng jazirasiga chiqdim. Bu holat Ra'no bilan ikkimizning orasida pat-pat yaqinlashayotgan kishilarga bo'lgan qarash ixtiloflarini shakllantirib qo'ydi. U mevlik baqqa eng dastlabki choqqoq hara echilgan illiq uyga tunji bo'lib chivin, xilvatlik shirin tundagi uyga tunji bo'lib pasha kiradiganligini unutmang. Bu deganim tunji qadam noqul shularning qadami deganim bo'lmasimi? Buningdan ularni mustasno degili bo'lmaydi. Deganim meningcha ho'shyor, huduqmas, aql eziqmas. Meningcha ho'shyor, huduqmas, aql eziqmas. Razil odamlar qobil bo'lolmaganliklari uchun shayxning kiyimini kiyib, shayxning islomning qo'ltig'idan kitob o'g'irlaydi. Siz rostilla bir ikki asr baldur to'g'ilib qolgansiz. Tuyg'uliqingiz uchun ikkinchi ko'z hokimizga o'rnatilmagan deb qo'ydi. Men doim jim bo'lib olatdim yoki e'tiroz bildiratdim. Turmush Ra'noning aytqani to'g'riliqini ko'rsatdi. Men o'z iqtidorimga yarasha ular niqobsizlangandilar, ularni hasrat ichida to'nadim. Mening turmush aloqalari to'g'rimga yangi kishilar kirib kelishdi. Ular muhimi unvon uchun ilm tadqiqoti maqolalari, manbalari, foydalanish materiallari bilan ilmiy jamiyatlar va ilm muhokamasi yig'inlariga hozirlanadigan maqolalarni cho'rdigan holda yaqinlashdi. Biroq yillar o'tdi. Ular orasidan hammasi bo'lmasimi, bir qismi tadrijiy ikki yuzlamalar qilishga boshladi. Xunuk niyatliklar egiz-pas qotirishib, bizdan keyingi bir bo'g'un ziyolilar orasida fitna fasod paydo qilishga boshladi. Bular har qaysi viloyat, shaharlarga borgan yoki u yerlardan kelganlar bilan paranglashganlarida o'zi bilgancha eg'izdan eg'izga ig'volar yeyishga boshladi. Shunda qilib bir qancha yil xuddi taklimakanda qum bo'ronlari qor tutak paydo qilgandek g'alati holat hayot yo'limga hasratlik tikan yoydi. Men buni dasbida tushunmaslik bilan hasadxo'rlikning, chakki qiqish xarakterdagi yurtbozlikning o'xshamagan holatdagi qetishmasi bo'lishi mumkin deb o'yladim. Keyinchi buni natija qozonolmagan o'xshash kasbdagi ba'zi kishilarning tarsa, buzg'unchi psixika asosidagi rashki va uning qutirtish bilan qo'zg'algan tariximizdagi ma'naviy illatning yana bir ko'rinishi deb qaradim. O chaqda yeziq ustilimdagi qilin aynak tegiga Hafiz Shiraziyning bilimdin bo'lsa gar turmush paravan qalatdi eng ig'ir kunlarga nadan. Nadallar o'tidi shuncha paravan, aqlliklar bu ishdan qancha hayron degan nazmini yezib qo'yib olgan edi. Ra'no intayin jiddilashib ketdi. Har bir cho'ng kichik ig'voga, uning ahvolidan xabarsiz kishilarni qoymoqtirish kuchiga tahlil yurgizib, uning heliqi madaniyat zo'r inqilobi chig'ida meni haroq zakoskisiga tegishbatmoqchi bo'lgan, takror choplashib olgan koni bilan bir iqimdagi timsoh ekanligini, faqat biri kepinak qonatli taqab ochiq so'zlab, ikkinchisi suv tegida xupyana uzib kelayotganligini menga so'zlab meni o'ylantirib qo'ydi. Men tadrijiy bu bir manbalik tahlilning yo'lliq ekanligiga ishonishga boshladim.
Kichkina ig'volar dal mening ziqqa kesiliga giribdor bo'lib, pat-pat nafasda bo'g'ilib, doktorxonada oylab xasta bo'lib yotadigan ig'ir yillarimda yuz berdi. Ra'no daslibida ba'zi ifodalangan paketlar, ba'zilarining boshqalarga yozgan ig'voni ko'paytirish haqidagi xatlarni asos qilib, qonunga shikoyat qilishni qattiq talab qilib turib oldi. U shaxsga daxl qilishga oid qonun moddalarini menga hozirlab berdi. Men bundaq gap ko'paydi. Suga kirib olgan timsoh baribir og'ziga qumush naychi tishlab nafas elayotgan bo'lsa-mu, u baribir o'zini uzoq yoshira olmaydi. Suiqasdmi, planmi harakat bilan gavdilindi. U mangu yoshirilishi mumkin emas. Xalq shikoyat qiladigan kun keladi. Yomonlik o'z badaniga portlig'ish dori selish bo'lg'ashqa o'z-o'zini surkab yurib portlaydi. Sarangining hojati yo'q, dedi. Men hammani kechirdim. Biroq bir asrda bir ikkisi bo'lishi mumkin bo'lgan Xo'ja Mahmud Po'chi bilan Yusuf Chongmuza zodi bu asrda kim? Men cho'nqur o'ylash ichida qoldim. U menga allaqachon ayon bo'lgan edi. Jigrim 4-bob. Niyet yamanning qozini to'shik. Yamanlıqdan yamanğa yetmegay qut, shabaran ko'zidan chiqmaydi yaqut. Jahon mizon, jahon go'yoki aglak, turolmaz saq oqar daryoda laybut. Ming yillardan beri kishilar iblisni tillab kelishdi. Mekkede haj qilguvchilar ustiga ehram bog'lab iblisga tosh etishdi. Ammo hech kim iblisni ko'rgani yo'q. Iblis bir ruh, razgi qabohat. Iblis konkret shaxs shaklida har bir millat tarixida naganda ko'rinib qoladi. Iblisga yo'liqish va uning bilan jang qilish yo'lbosqa duch kelib, uning bilan tutishdan afzal. Men Xizrga duch kelmasammi, iblisga uchraganligim va uni sen iblis deb to'niganligim uchun faxrlanaman. Bu hamma muyassar bo'la olmaydigan hikmatlik hikoyat. Albatta, iblisning suiqastlari bo'lmasa, biz uni bilmas edik. Bu suiqastlarmi bir-birlab nihoyat ostirtin qilinğaşqa, iblisni bilishmi asta ham ko'p hayronlik tengirqash bilan bo'ldi. Qo'rqadiganim Ra'noning seziki favqulodda ig'ir, tamoq yemas ham doim qayqilib beharam bo'ldigandek, uning 50 ga yaqinlashgandagi umr faslini atlash davrida uning klimakteriyasi qo'zg'alib qolmasa deyman. Bu uningmi menimi ig'ir bo'lib, turmushning normal tarozisini qalaymiqallashtiradi. Xudoga shukr, Ra'no yanada sog'lom, chevar edi. Kunlarning birida savog'dosh, xizmatdosh bir birodarim meni chaqirib kelib, bir qizning maktabga yozgan men bilan A tansi o'ynaganda ko'ksini ko'ksimga tekkizdi. Men uni professor deb hurmatlagan edim degan mashinkada besilgan xat shikoyatini ko'rsatdi. Mudirning xijil bo'lib bu ishni menga deganmay, u orqali diqqat qilishni tavsiya qilmoqchi bo'lganligini, o'zining mudirga A tansi bilmaydi, bu qandoq shikoyatdi deganliklarini aytdi. Men qaytib kelib Ra'noga dedim. Ra'no kuldi va bu cho'qim pochirkisini yoshirgan bir kishining rahbarlik kollektivini tartibga solish oldida o'z xiyoli bo'yicha oyoltusga kirib elib qilgan hiylasi. Diqqat qiling, chivin tirilsa birli bo'lmaydi. Uning ustiga erning ayol rolida chiqishi uning vosita tanlamaydiganligini ko'rsatdi, dedi. Shu yili men harbiylar kasalxonasida yetib qoldim.
Burunum yallığı bolğaşqa kichik bolsumu operatsiya qilingan. 2 burun töşkiga rezinka tiqib qo'yg'ash eg'izga nam dogi yepib nafaslanib atatdim. Yenimga mashhur Mo'ng'ol yozuvchisi Ming Chebi kirib keldi. O aldirab turganligini, men bilan aloqador uzun adabiy axboroti o'ylanish ichida ilgirlashni yozganligini, asarning ata zavutga besishga avatildiganligini, muharrirning fikri bo'yicha mening ko'rib beqishimni, yenimda saqlab o'ltirdiganligini aytdi. Maqola originali bat-bat shaklida bo'lmay, uzundan uzun yepishtirilgan qog'ozlarning yo'g'imisi edi. Men karvatga yetib o'qib chiqdim. Bu originalda millatning qayta uyg'onishi, tarixni qayta aslash yozilgan bo'lib, temasi aktual bo'lsa-mu, asosliqi uning men bilan suhbati va meni tonishtirish alohida kuchab ishlangan bo'lib, meni g'ash qilib qo'ydi. Men buni e'lon qilma deysam, bu uning nashr erkinligi masalasi. Uning ustiga maqola davlatlik adabiy axborot musobaqasiga bag'ishlangan. Avtormi mashhur shaxs. Ammo men hech qachon u yozgan mazmunlarda uning bilan suhbatlashmagan, unalg'u linsimi qo'ymagan. Beijingda bo'lmagan o'quvchim bilan xat yozishmagan. Bu adabiy asar bo'lg'ashqa janr va ifodalash shakli tanlash uning o'z erki, qonunlashgan narsa edi. Ammo bu maqola nurg'un rashk qo'zg'aydi. Munchilar nupus tiklab maqtashni bizning milliy ruhiyatimiz singdirolmaydi. Men bu nuqtani aytib, onundan ittin qo'rqqan karvan emas degandek mag'rur javob oldim. Ilojsizlikdan muqaddima xotimasiga so'z qo'shib, so'z almashtirib qo'lga berdim. Keyin doktorxonaga Ra'no kelganda ahvolni dedim. U koyib ketdi. Yo'chiq izdavatqanlar, hasadxo'rlarga sizni xanzularni maqtab, jamoat fikri tayyorlab, o'lka darajalik amaldor qiladi ekan deganni chiqardi. Bu yaxshi niyat ishdan yomon natija chiqaradigan kasofat ish bo'pti. Qanday qilamiz? Xalqning qalami nimishqa sizni tanlab oldiki? dedi. Ming Chebining adabiy axboroti Uyg'ur, Xanzu tillarida chiqdi. Rashkchilar xuddi Ra'no degandek hasad irqidan ig'vo oqqizdi. Ig'vo hatto chet elga tarqalib, g'uva tutak, salqin shamol paydo qildi. Buni azdab davlat bo'yicha mukofotlangan bu adabiy axborot Uyg'ur, Xanzu tillarida har qaysi shahar, viloyat, oliy maktablarda qayta ko'paytib, besilib, millionlagan kishi o'qiydigan material qilinib, yerlik ziyolilar turkumlari ichida oldida bir xil, orqada bir xil so'ziguvchilarning asabini qo'zg'adi. Ular bir-birini bilishib bilib, tadrijiy yoshirun rashklarni parang mashrablarda oshkor qiladigan bo'ldi. Teyipcan Eliyov, Abdikerim Xo'ja, Ahmad Ziyoiy, Zunun Qodirlar qazo qilgandan keyin so'rin talishadigan ba'zi mo'tabarlarga bu ig'vo rasa xush yoqdi. Hatto adabiy axborotni o'zi yozgan degan gap paydo qilishdi. Orqadan Hamroyi g'azallarining egisi Mahmud Hekimbek degan maqola e'lon qilindi. Buningda meni tarixdagi miroslarni onasining qilib olgan qilib chiqib, sesitmoqchi bo'lgan qasd gapirlandi. Men dastlabida onamning she'rlarining maydonga kelish tarixiy qatlami, tragedik tematik mazmunining tarixiy qatlami, she'riy tilning tarixiy qatlami va yezilishi, ratlanishi jarayonini izohlab maqola yozdim. Bir qancha kun o'tmay ikki ish bo'ldi. Maqola bilan yala chaplagan kishi qazo qildi.
Bu maqolaga hamkorlashgan Mir Ahmad Said Hojim degan kishi uyimizga kelib, opamning qo'l yozmalari, bu uzun qisqa she'rlarning mening qo'limda 5 baytlik g'azal shakliga ayni mazmun tili bo'yicha ratlanish arxivini ko'rdi. Men izchil arxiv saqlashni odat qilatdim. Bu kishida zo'r o'zgarish bo'lib, yaqindala Makkada haj tavob qilib qaytgan edi. Ammo ish oyoqlashmadi. Ikkinchi yala maqolasi e'lon qilindi. Men sun'iy yasalgan ta'ziya maktubini tepib oldim. Yana buni dastlab she'riy shaklida yozib bo'lmay, tashlab nasriy shaklda yozgan kopiyani tepib oldim. Heliqi birinchi maqola avtori hozirgi zamon chaqmoq qog'oziga qerindosh qalam zavod qalamida hozirgi til va yoziq raqam bilan Mahmud Hekimbagning o'tgan asrdagi yolg'on vasiyat xati ta'ziya maktubini yasab chiqqan. Mir Ahmad Said Hojim ularning uchrashuv, suiqasd planlashlariga qarab Mahmud Hekimbagning ular atayin tiqib qo'ygan she'rlarini menga berdi. Men 100 necha bet maqola yozdim. Buningga Çin sulalisi tarihi arxivi Şinjan qismidagi Manching, Sanran, Dachin amaldori qatorliqlarning kunligi degandek xonga yo'llagan ma'lumoti yordam qildi. Bu tarixiy uchurlar heliqi ta'ziya maktubida deyilgan voqeaning jillari, odamlari, hodislarining yolg'onligini, faqat qarsig'ila terakka ta'ziya boshqa joydagi ishni bu joyda qilib yasig'anligini oshkorladi. Bu ishdan Mir Ahmad Said Hojim xabar tepib, o'zi o'tirg'a chiqib, bu ishni yashmasa gunoh bilan u dunyoga ketadiganligini menga 2 parcha xat orqali uqtirdi. Uning maqolasi e'lon qilindi. Menmo opamning she'riy arxivlarini otishga elib berib, bir kishi orqali bir mazgil, ya'ni men qaytqucha xohlagan kishi ko'rishga topshirdim. Bu voqea Ranani qo'shdi batdi. U opamdan xat kelganda birinchi bo'lib o'qiydi. Ikkinchi bo'lib menga o'qib, deklamasiya qilib berib, yerilib yig'laydi. Men boshda qalpoq, ona bola orasida to'siq, alam, tog', yurak dog' bo'lg'ashqa uyqu oldida xat o'qimaydim. Rana ko'rmaganni texim o'qimaydim. Bu Rana belgilagan ko'tarilmaganda songilitib olmaslik, ko'tarilmaganda songilitib olmaslik yurak asrash intizomi edi. Rana Bishkekda tepilgan shuncha nurg'on she'rni bilatdi. Bular men Qashqar Kon shahar adabiyoti jurnalida onam pushti tuqqan inim Asqar Husayn intayin go'zal, to'limu oz uchraydigan lirik g'azallar avtori tahrirligida dastlab e'lon qilgan hamroyi g'azallaridan xeyli nurg'un edi. Bular texi e'lon qilinmagan, bir qismi ratlanmagan, barmoq vazindami yozilgan kolxoz, Gagarin, 8-mart degan iboralar bo'lgan. U Mir Ahmad Said Hojim e'lon qilgan Mahmud Hekimbag asli she'rlarining uzunligi ona bola temasi emas, balki Manching amaldorlariga Yoqubbek voqeasini tozalashga ko'rsatgan xizmati yiqib, beshiga o'tug'at kiyganligi, keyin kuchaliq Ushbek ko'ralmay uning burun Valixa to'ra to'piling'iga qatnashib, endi isyonchilarni yo'qotishga qatnashib, 200lik qilgan deb chiqib jazolanganligi qatorliq mazmunlar shu davr amaliyoti tili bo'yicha yozilganligini tutib olib, siz tahrir qilsangiz, men tahrir qilmayman. U ablah 7 pushtig'icha qoraqo'l salamdi ekan deb menga e'tizor bildiradi. Shundoq u qattiq so'ngak edi. Ürümchida 1980-yillarning o'tirlarida bir necha qitim o'quvchilar tashqini bo'ldi. Qishning bir kuni Şinjan gezitidan bir Xanzu muharriri yigit kelib, millatlarning ilgirilishi temasida mushu jumalik shu nomdagi
istonga maqola yozishni, maqola qisqa, gezga loyiq bo'lishini talab qilib o'ltirib oldi. Men buruqtirma bo'lib, so'g'uq talatuzga chiqmaydim. Qo'limga qalam ilib, millat taraqqiyotidagi bir tarixiy qonuniyat temiz qo'ydim. Xanzucha Shinjon geziti juma sonida xelidan beri bu xil maqolalar chiqib turadi. Maqolani xanzuchalar yezib tutqizib qo'ydim. Maqolada Grek Rim madaniyatini misol qilib, munavvar madaniyat boshqa madaniyatlarning ilg'or muvaffaq qismini loyiqida qabul qilishdan ayrilmaydiganligi, madaniyat rivojlanishdagi bir muhim qonuniyatligi gavlandirilgan. Biroq atsi boshqa muharrir uyimga telefon qilib, maqola nazariyaviy bo'pti, amaliyat qadimki bo'pti, sal tuzab bersangiz, bugunla kelib tuzitib bersangiz dedi. Men mijozimning yo'qligi o'zlari tuzitishni aytdim. Kim bilsin, mening maqolam daraxtga dong esib urib elish bo'lib foydalangan. Men yozmagan keskin siyosiy shuarlar qaytib qo'yilgan. Rana maqolaning gezxonda tarjim qilgan uyg'urchasini ko'rib, menga qo'ydi. Bu maqola hamma yerga tarqaladi. Onundan heliqi qadrlik ig'vochilarimiz shoyitun to'qib kiygizib qo'ydi. Mingchibining adabiy axboroti sabiqi oz kelgandek, bu ishingizga qarang, dedi. Terlab ketdim. Ahvol Rana degandek bo'ldi. Rashkchilar endi ikkinchi qiyofatda xalq qo'lida so'l qochtimga shapaloq uradigan qaltis fursat topdi. Çiçekler tarqamay turib, çiçek paydo bo'lganiga qarab echindim. Keyingi yillarda boshqalarning tanqidlangan kitoblari yoki milliy tarixiy masalaga oid gumoniy qarashlar o'ng va so'l yuziga qachat urg'izish ig'volarini rashkchilar tashkillab hormadi. Menmi 10 necha maqola e'lon qilib, bir qadar tovanrak qalpoq hasadxo'rlik temasida hasratli xiyollarni ulab ammaga yetkizib turdim. Yarashmas keysimi iblis parilarning libosini tavar taqvoyi pertuqlar yapolmaydi gunohini. Yarashqay xo'p ko'ziga surmilar gul chekrilar sursa, ne hojat surmiki amoylar ko'z to'tiyasini. Megar quzzat bo'lib munbarga olsa gar qadam shayton, jaholat qalbi qo'zg'atmas ko'ngillar iqtidorini. Murad bog'i baraxsandur jahonda haq adolattin, yomonni zikri qilganlar ko'ralmas muddasini. Yurar gulshan ora quzg'un taqab to'zning qanotini, biroq tarix ona bergay yana quzg'un bahosini. Dema shaydoi gar duldul minib chiqsamu mehrojga, oningdan na sharaf gar olmasang elning duosini. Ranaga bu g'azal yoqdi. O mana bu yangi tema va tipik o'qishtishdagi g'azal. Koni tema yengil muhabbat she'rlarining ba'zimi yengil bo'ladi. 200 miliklar haqidami yezing'a? Dedi u. 102 kishilar kam bilib bir yuzga shuhratni topar oxir qora yuzda oqarmas mangu kulbatni. Magar ra'noilar kulsa yarashqay noz tabassumlar, baja qilmoqliqi mushkul divlar xulqi sulkatni. Jahon ayyomlari ko'ptur, siratning ko'vriki tarix, zaman to'pan qilar g'arq soxta kema, soxta shuhratni. Tutak purkib zaminni qopqara qilg'aymu ajdarha, shan shaydoi iqbolga haqiqat yoydi zinnatni. Mana bumi bo'ladi, dedi Rana tabassum qilib. Uning ko'zi hayotlik nuri, saodat xazinasi edi.
Sakharov bargan seri asli qiyofatini yoshirolmaydigan bo'lib qoldi. Mo'ritlari kemaydi. U bargan seri talbilik qilishga boshladi. Uning badaniga o'zi to'plab olgan portlash bombalari, miltiq dorilarning yong'ilayotganligidan bishorat edi. Uni tog' bosdi, ammo hech kim tosh oldiga kelib yerling toshim yeriling, men Sakharovni suyib olay demaydi. Ammo uning pasiq ruhi yana nopok badandan birsiga ko'chadi. Uning kallasi o'z mantiqasi bo'yicha tinim topmaydi. Darvaqa, oldimda turgani eng ulug' xalq va uning an'anaviy ruhiyati, real iqtidori, kelgusi mumkinliklari edi. Mushu ulug' xalq, millatim, turkim qimmatsiz mening hech qanday qimmatim va bu qimmatni barpo qiladigan mumkinliklarim yo'qligi menga besh qo'ldek ayon edi. Men it turar, karvon yurar bilan kutib o'tkazma umringni nodon nurga cho'milguncha degan iboralardan birlashtirib, fitnalar davrida ilgarikidan ko'p ishildim. Taxminan 5 parcha kitobni kasalxonalarda yetib turib, osma o'qulni puttin qo'ydirib yozdim. Ilmiy faoliyatlarga, xalqaro yerlik ilm muhokamasi yig'inlariga qatnashdim. Jungo hozirgi zamon 20 faylasufning biri deb qaraldi. Üçüncü bölümge xatima. Ra'noning pensiyaga boldir chiqib kelishigacha beshidan o'tkazgan 3-chi qitimliq jiddiylik bo'ronsiz kunlardagi suv ostiga tiranlab cho'kkan timsoh ro'yitining talabiliklaridan iborat bo'ldi. Ra'noning bu qitimqi sarguzashtlari uning nazar doirasini ochdi. Tinch kunlardami qasd ko'namlik bo'ladi. Tinch kunlardagi qasd ko'namlik o'sib-atgan jamoatchilik ta'sirini qirqish yo'lidagi murakkab voqealardan qurilgan bo'ladi. Tinch kunlardagi qasd ko'namlik bir xil o'lcham, bir xil qarashni emas, balki ikki yuzlamalik, oldida bir xil, keyinda bir xillik, ikki xil soxta ta'sirot paydo qilib, har ikki tarafda yetim qoldirishni vosita qiladi. Yangi odamlar turmush aloqalarga kirib keladi. Ular murakkablikdan xoli emas. Tinch kunlardagi qasd ko'namlik nurg'un alohidligi bo'lishiga qaramay, talvi qo'yun zamonlardagi qasd ko'namlik bilan mohiyatlik o'xshashligi, tutashligi bo'ladi degan yakunni chiqardi. Ra'no to'lqin edi. U pishdi. Ammo men yanala tuzlikim, beg'am va beparvoligimcha qilaverdim. Vaqt aslida rashkchilarning bir qancha muxlisini bir chetga qiqib chiqardi. Orqadonlar uningga ishongan va agashgan bir turkumlar uyg'ondi va ko'zini ochdi. Bu orliqda o'z oldiga yomon niyatda harakatlanib yurgan boshqa kishilarning ishlarimi qamlashmay qoldi. Ularni o'zlarining qilmishlari tanho qilib qo'ydi va nafrat daryosiga g'arq qildi. Bu ishlarning hammasi kishilik turmushining ishki qonuniyatlari bo'yicha chilliq, yaxshilik, go'zallik, yo'riqlikning soxtalik, qabohat, xunuklik, qarong'ulik ustidagi g'alaba muqarrarligi bo'yicha o'z-o'ziga yo'l ichib siljidi va yuz berdi. Ra'no pat-pat menga mundaq deydi. Suiqasd ojiz holatdagi qabohatning hasad qilish shakli. Bir odam suiqasdchilik bilan shug'ullanmasligi butunlay mumkin. Uning uchun oq ko'ngil, odil vijdon bo'lishi yetarli. Ammo bir odamning suiqasddan saqlanishi to'liq qiyin. Hatto qudratli dohiy sarkardalarmi suiqasddan saqlana olmagan.
Suiqasdga uchrab, onundan tamamen qutulup chiqmoq va ravon hayot yo'liga erishmak buningdan müşkül. Hoşyarlık, tedbirlik, güçlüklik bu cihetdeki muhim ama birden bir bolması mı? Kem bolsa bolmaydigan şart. Rana yana fitne ig'vo bilan balo töhmetga uchirg'uchi ko'p holda u vaqtdagi gap so'zning aksichi bo'ladi ekan. Oqbaqtiga isqurim oson chaplashadi. Hasadxo'rlarimi, zo'qlanguchilarimi bo'lgan mashhurlik erishish mushkul bo'lgan palla. Zo'qlansa-yu hasad bo'lmasa deyish hamoqatning xiyoli deydi. Rana azap oqibatdan voysimedi. O hayat mevcut adamning jonliq ijtimoiy turmushi bo'lg'ashqa, uningda agri to'qayliqlar, qayg'u xushalliqlar, fitna madilalar bo'ladi. Bu turmushning murakkabligini, jamiyatning murakkabligini, odamlarning sifatlarini, har kimning o'z ahvolini ko'rsatib berdi. Ikki narsa bor. Biri yomon kunlar, jafo mushaqqatlar bilan yaxshi kunlar, shod-xuramliqlar almishidi. Muzikadak, usuldak ritmliq bo'ladi. Hamisha bir xil cheksiz bo'lmaydi. Ikkinchi, jafo mushaqqat, haqorat, rashk, hasadga uchrashni mutlaq yomon degili bo'lmaydi. Ba'zi xushalliq, omadlar qabohatlik, chirtkush, xatarlik bo'ladi. Nuh Allah bilan so'zlashib olg'ashqa to'pon balasi kelganda tamtirmagan. Odammi o'z qalbi, ini, irodasi bilan so'zlashib olsa, dush kelgan ofatdan qo'rqmaydi, deydi. Rana hammaning taqdiri hammadan ilgari u tava bo'lgan to'pning, turkumning ahvoliga bog'liq deb qaraydi. Jahil millatning o'limasimi jahilroq, gaday xalqning boylarimi gadayroq bo'ladi. Bir millatning ahvoli qanchalik bo'lsa, uning amaldorlarining o'rlash palampaylarimi millat ahvoli tarafidan cheklanadi. Yozg'uchi, shoir, olimlarning to'nilish yo'lidagi oson yoki mushkullik yanada shu to'pning real ahvoli, qimmati, umumiy iqtidoriga bog'liq bo'ladi deb hisoblaydi. Men Rana bilan yashab, onun ahli, xayrixohligi va ho'sharligidan sonsiz manfaat oldim. U kam so'z bo'lib, boshqalar bilan so'zlashganda talashquchi, tushundirguchi, jin bo'lib olguchi bo'lishni emas, balki anglag'uchi, ilhomlantirguchi, ajablanguchi qiyofatida ko'rinishni odat qilgan. Ammo u ikki ahvolda qaynab ochiq so'zlaydi. Biri men bilan biror jiddiy masalani tahlil qilganda, yana biri men to'g'riliq, fitna, vafosizlik bo'libmi men yordam qilgan kishilarning yuzsizligi sodir bo'lganda. O fitna ig'voga, zibu zinnatni ortiq taqib olib, moz bo'lishqa, so'rinni tor qilib olib, bilarmanlik qilishqa, xushomat va til yog'limichiligiga berilgan emas. O muzika anglashqa hirismand edi. U menga muzika ikkinchi dunyo, ikkinchi bo'shliq. Muzika anglash mushu dunyo bo'shliqqa qilingan eng rohatlik sayohat. U yana ruhni go'zal ritm, xiyol, tasavvur, nafas bilan pokizlaydi. Meningcha fitnaxo'rlarning muzika bilan xo'shyoq bo'lishi ehtimol, deydi. Qalam tavratkuchining xotimasi. Ezgulik malaikasining 1, 2 va 3 bo'limlari oyoqlashdi. Ammo qo'limdan qalamni zodi tushirgim kelmaydi. Ezgulik malaikasi Rananing qalb va jasorat, aql va sezgurligidan yozilgan ixcham qo'yin daftar. Onun hikmetlik she'riyatdagi fikr ushqullari jilvalanib turgan turmush manzillarining nasri xotirasi.
Mening ta'sirotlarimning samimiy tizmisi. Ezgulik malaikasi oila kitobi emas, turmush kitobi, yoshlar kitobi emas, yigit erlar kitobi. U Ra'noning beshiga kelgan qismatlarni emas, yana bu qismatlarning nima uchun saqlangan va uning beshiga kelganligini, bu qismatlarning tilsim va ritmlarini bilishda hamma kishiga muhim. Qismat uning beshiga mutlaqlashgan bo'lmasdan, hammaning taqdiri chambaridan charxi palak hosil qilishi mumkin-ku. Bu olamda yashayotgan odamlar orasida qabohat devisi mavjud bo'ladi ekan, ezgulik malaikasimi zo'r bo'ladi. Xayr, o'qirman. Ishidanki yo'riqliq tug'ini ko'targan ezgulik malaikasi qabohat devisining jahannamidan g'olib. Ammo bu vijdon jangohida vijdon namunlari, bo'libmi ezgulik ayol hayotining fojialik taqdiri bilan bir qitim emas, balki umr bo'yi kurash qilib g'alaba qilishi bizga katta konkret ilhom bo'liqidan iborat. Ra'no bu buloqda bo'zg'ilgan javohir qatralardan biri albatta. 1994-yil 15-yanvar Urumchida yozildi. Mayada Ra'no opaning bir parcha rasm bor ekan. Ancha aniq emas. Güzel. Xo'sh, shuning bilan marhum Abdushukur Muhammad Eminning Ezgulik malaikasi nomli asarini o'qib tamomladik. Bu asar yorqin aslimilar, men va mening xalqim degan bu kitobga kirgizilgan. Bu kitobning birinchi bo'limi marhumning men va mening xalqim degan temada yozgan biografiyasi. Bu marhumning ota-onalari, o'zining kasbiy hayoti, shaxsiy hayoti qatorliqlar texmo keng doirada yozilgan bir asar. Hozircha bu bo'limni o'qib berishni planlamadim. Keyin yana ko'ramiz, ammo bu bo'limni, bu kitobni to'liq o'qiganlar bo'lsa, aranglarda cho'qim o'zinglarning inkostlaringlarni ig'ir ko'may yozib qo'yasizlar. Ezgulik malaikasini yoqtirgan qarindoshlar, o'zinglarning ta'sirotlaringlarni hamma bilan o'rtoqlashqaysizlar. Xo'sh, amsa yoqtirgan bo'lsanglar, ham baharlashni unutib qolmanglar. Munbirimizga texi mushtari bo'lmagan qarindoshlar bo'lsa, darhol mushtari bo'linglar. Xayr, xo'sh, omon bo'laylik, salomat bo'laylik. Kelar qaytimliq anglishimizni ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.